Xo'p do'stlar, Andijon mashina bozoridaman. Tiko aytga kirib keldim. Bugun 30-may sanasi. Shu ikkala Tikomiz sotilyapti ekan. Xo'p, birinchidan boshlaymiz. O'zidami ham? Qizil Tikomiz yili 98-yil ishlab chiqarilgan, kraska polni bo'lgan-a? Polni asfalt qilingan, balonlar holati. 13 diska balon. Xo'p, motorlarni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, motor holati. Benzinda o'zida, propan qo'yilmagan. Benzinda o'zida rasxod yo'q. Bo'lishi mumkin, ozmoz. Ozmoz rasxod bo'lishi mumkin. Xadovoylar, korobkalar o'rta holatda. Korobkada ishi yo'q. Korobkada ish yo'q ekan. Xo'p, barlar qo'yilgan, chexollar bor, poliglar bor. Qayerning mashinasi bu? Bu shaharning mashinasi. Andijon shahar mashinasi. Qancha so'rayapmiz? Buni narxi ham bo'lmaydi. $1000, ya'ni ozgina kami ham. 1000 xudo xolasa kami bor. Qancha qilishdi bermoqdingiz? 800 ga berilmadi. Variantgachi? Yo'q, O'zi arzon. Varianti puli do'stlar mana 1000 kami bor deylar, 800 ga berilmabdi. Qo'shilsa beriladi. Xo'p, bunisi? Buni ham Ha, yili 2003-yil ishlab chiqarilgan, motor holatlariga ko'ra toza holatda. Bu benzindan bu ham. Rasxod yo'q motorda. Xadovoy korobkalar tiniq. Radiator, akkumulyatorlar yangi. Xo'p, balon holati. Xo'p, salonni ko'rsatamiz. Chexollar, poliglar. Qayerda mashinasi aka? Andijon shahar mashinasi, o'z zapaskalari bor ekan. eshiklari bo'lishi mumkin. Tomlarni ko'ryapmiz, shumka qilingan. Qancha so'rayapsiz buni? Arzonroq qilib aytaverasiz aka. Sotilib ketadi xudo xolasa. 1,5 1,5 ming kami bor xudo xolasa. Qancha qilishda bermadingiz? Yo'q, endi Hali narx qilingan yo'q. Variantga biror oyga ajdaniya bor xudo xolasa, pul yetmaganlarga ajdaniya bor. yetmasa. Pul yetmaganlarga. Barterchi qanadir mashinalarga. Tiko bo'lsa, masalan, Tiko? 98 yilini yangilayman deganlarga barter qilaveramiz. Barter qilinadi. Sizdan pulini kelishib. Nomeringizni aytasiz aka? Ha, 93lik 93lik 444 444 72 70. 72-70 do'stlar, shu ikkala Tiko. Aloqa chiqaramiz, shu akamizga arzon qilib beradi, xudo xolasa kelishtiradi. Xo'p do'stlar, ikkala Tikomiz yana sotilyapti bu akamiz ekan. 2000-yil, 98-yil. Xo'p, 10 qo'ldan boshlaymiz qizil Tikodan. Xo'p, motor holatini ko'ramiz. Toza holatda. Benzinda o'zida bu aka? Propani bor. Benzindan yuradi. Dokumenti bor propanni. Propandan keyin bor. Dokumentalniy propandan xudo xolasa. Xo'p, kraskasi? Kraskalar bor aka, bu tasvir qilingan. Asfalt qilingan. Xo'p, balon holatlarini ko'ryapmiz. Xo'p, salonimiz chexollar qilingan, qimmat chexollardan poliglarimiz bor. Tomlargacha qilingan. Qayerda mashinasi bu aka? Qayerdiki? Generalniy dokumentlar chiqariladi aka. General qilib beriladi. Uloq boshning mashinasi. Qancha so'rayapmiz? 2000 deb beramiz. 2000 kam bor xudo xolasa. Qancha qilishni bermaysiz? So'rashapti aka, 1,5 ming berishdi. 1,5 mingga berilmadi. Qo'shilsa xudo xolasa kelishiladi. Variantga ham chiqadi. Variantga qancha puli borga beramiz? 5-600 puli borga qancha muddatga? 3-4 oygacha xudo xolasa kelishilgan holda variantga ham berilyapti. Barterchi? Barterlarimiz bor aka. Barter qanaqa mashinaga? Tikolarga xudo xolasa barter qilinar ekan. Xo'p, bu ham o'zidani 98-yil ishlab chiqarilgan Tikomiz sotilyapti. Xo'p, bu benzinda o'zidan? Ha, benzinda. Bu benzinda o'zida. Motorda rasxod yo'qmi? Motor so'qlar yo'q. Yurishlar yaxshi. Korobka xadovoylar tiniq. Xo'p, balon holati. Chexollarimiz, barlar bor. Poliglar qilingan yangi. Tomlargacha qilingan ekan bu ham. Qayerda mashinasi aka? Generalniy chiqariladi. General qilib beriladi. Aha. Ammo yo'q, xudo xolasa dokumentlardan keyin. Qaysi mashina qaytgan esimizdan chiqarib qo'yamiz aka. Bo'ldi. Qancha so'rayapsiz buni? Aka 2100 o'tib beramiz. 2100 kami bor. Qancha qilishni bermaysiz buni aka? Aka buni savdo qilinmadi. Savdo qilinmadi. Savdo qilingani qilindi deydi aka. Variantga? Variantga aka chiqariladi. 1000 puli bor. 1000 puli borga xudo xolasa variantga berilyapti. 5-6 oyga, 3-4 oyga. 3-4 oyga. 3-4 oyga variantga berilyapti bu ham. Nomeringizni aytasiz aka? 50 aka. 004 004 2042. 2042 do'stlar, ikkala Tikomiz shu akaga telefon qilaveramiz. Arzon qilib kelishtirib beriladi yana. Variantga ham berilyapti. Bunisi ham variantga berilyapti. Xo'p do'stlar, 96-yil koreyskiy Tiko so'raganlarga navbatdagi Tikomiz sotilyapti. Motor holatini ko'ryapmiz. Mana berkalari bor.
Bu benzinda o'zidami? To'g'ri benzinga bu. Benzinda o'zida propan yo'q ekan. O'zlari mingan. Hop, dehqonchilik mashina. Rasxod yo'q, xudo xolasa. Yo'q, motor, hadovoy, Motor hadovoy, korobkalar tiniq holatda. Hop, ballonlar yangi qo'yilgan. Bu yopiq ekan, ochib qo'yasin. Bo'ldi. Xo'p, chexollar qilingan, poliklari bor. Sidinalar ham ideal holatda. Bozorga kirgan yo'q, tashqaridan olyapmiz. Zapaskalar bor ekan. $3000 olganmiz tog'amni nomidan. $3000 yoz qancha so'rayapmiz? Narxi ancha tushgan. Yengil aytavering, tezroq sotiladi. $2050 deb turib aytaman. Yana kelib meni 2050 dan ham tushib beramiz, xudo xolasa. beraman. Mashinani men Bozorga olib kirdingizmi tog'a? 2-3 kun Birortasi sinaydi mashinani. So'radimi, qancha so'rashdi? Internet qo'yay deyapman. Ha, bir so'ralgan yo'q, bro. 2050 kami bor deyilyapti, xudo xolasa. Kraskasi ham energy supportda bor. Shu 30% kraskasi. 30% sakraska bor, xolos. Udar yemagan mashina, xudo xolasa. Tiniq holatda do'stlar. Nomeringizni aytasiz, tog'a? Ha? Aytavering. 94 218 1064. Qayerda mashinasi edi? Andijon shahar mashinasi, xudo xolasa. Telefon qo'llanamiz, kelishtirib beriladi, do'stlar. Dehqonchilik mashina. 99-yil ishlab chiqarilgan qizil rangda. Propan dokumentalniy, xudo xolasa. Balon holati. Xo'p, motorda rasxod yo'q, ha? Motor rasxodlari yo'q. Korobka hadovoylar tiniq. Yaxshi, xudo xolasa rasxodlari yo'q. Xo'p, salonni ko'rsatib qo'yamiz. Chexollari bor, poliklari bor. Tomlar qilingan. Kraska polni bo'lgani. Zadni urib qo'ygan ekan. Ha. Qancha so'rayapsiz buni aka? Buni 1800 dan tushdi. 1800 kam bor. Qancha qilishdi? Savdo bo'lgan yo'q hali. 1800 kami bor, xudo xolasa. 1.5 ga bo'ladimi? Beramiz aka. Kelishiladi, ha? Ha, kelishamiz aka. Bo'ldi. Bu ham o'zidami? 97-yil. 97-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskasi. Motor ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, benzinda o'zida bu, ha? Ha. Motorda rasxod yo'q. Bitta ko'rsatib ketasiz aka. Buni bilan. Mana do'stlar. Ko'rsatda 97-yil. 97-yil. Rasxodlar yo'q, yurish-turishlar yaxshi aka. Korobkalar yaxshi. Hadovoy korobkalar tiniq. Xo'p, chexollar. Zavodskoy chexol ekan o'zini. Xo'p, poliklar bor, barlar bor. Buni qancha so'rayapsiz? Aka buni 2000 ga beramiz. 2000 kami bor. Ha, meni bo'lsa aka variantga chiqarib beramiz. Variantga bunisi ham bormi variantga aka? Bunisi naqa aka. Bunisi faqat naqd ekan. Bunisi variantga 1000 puli borga 3-4 oyga xudo xolasa kelishiladi. Xo'p, bunisi ham o'zidan. Stalnoy svetda 98-yil. 98-yil kraskasi bo'ldi bormi? Xo'p, motorlari yangi yuvilgan toza holatda. Benzinda o'zida. Benzinda o'zida ekan. Xo'p, balon holatini ko'rsatamiz. Yaxshi holatda. Xo'p, chexollar, barlar bor, poliklari bor. Tomlar qilingan. Bu vallar qo'yib qo'yganmiz aka. Malibu barlar ham ko'rdim, zo'r holatda. Orqa tomonlarni olib bor aka, bir qator. Ikkosini ham. Qancha so'rayapsiz? Aka 2000 o'tib beramiz bularni. 2000 kami bor, xudo xolasa. O'tib beramiz aka. Nima qilishdimi buni? Buni savdo qilinmadi aka. Aha. Xudo xolasa dokument muammolari yo'q. Aha. 2000 o'tib beramiz. O'sha variant hisoblarga o'zi xudo xolasa u ham kelishamiz aka. Qancha pul borga beramiz buni? Aka buni ham xudo xolasa 1000 puli bor. 1000 puli borga 3-4 oyga xudo xolasa kelishiladi. Kelishamiz aka 3-4 oyga. Bu nomeringizni qaytarib yuboramizmi mashinalarga? 99lik 162 162 63 63 32. 32. Zarachi ishga borib ishga ketib qo'ygan akalarimizga perejovat qilmasin. Mana shu yerda xudo xolasa mashina bozor lakatsamiz. Ana do'stlar. Svetofor yoniga aka bitta bozorcha qilib qo'yganmiz. Ishonchli mana. Ha, xudo xolasa aka murojaat qilinsa mana shu nomerlarga aka. Hozir variant kabi naqd pulga aka xudo xolasa. Topib beriladi yana ana do'stlar. Telefon qilaveramiz do'stlar.